to'g'risini aytsam do'stlar, Darknetni bunaqa ko'p qism bo'ladi o'ylamagandim. Bu lekin 5-qism va 5-qismda biz jamiyatiga da'vo qidiramiz. Okey, maqsadingizga yetinglar jigarlar. Men normal insonman. Bo'ldi, esingizda bo'lsa, biz bundan oldin Goblinning oldiga bordik. To'g'ri Maqsud? Da. Goblin bizga nima dedi? Ana o'yinchoq dedi, shu o'yinchoqni ichdi dedi, nimadir dedi. Da, o'sha o'yinchoq ichida bizga kerak narsa chiqargan va o'sha narsa yordamida biz Gambitni kulovlikdan qutqarar ekanmiz. Va to'g'risi nima bo'lganligini shu ham o'yinchoq chemodanchida bo'lish kerak. Shu o'yinchoq shu ham tezroq uyga kirib chemodanchini ochamiz. Va do'stlar, mana o'sha chemodan va biz hozir hamma o'zimizga berayotgan savolga javob topamiz. Lekin bundan oldin do'stlar, iltimos sizlardan hoziroq like bosing va Omon YouTube kanaliga obuna bo'lib qo'ying. Chunki bilasizlar nimaga? Sizlar har soat Darknet chiqqandan keyin keyingi qismini to'xtovsiz so'rasizlar. Ishoninglar, bu menga qiyin. Chunki har bir Darknet videosini olish uchun biz ta'charini qo'yamiz va yana ko'plab xarajat qilamiz. Va bilinglar, YouTube bizga juda mayda pul to'laydi. Ya'ni biz bu puldan hattoki bir oy topgan pulimiz bilan bittagina videomizni qoplamaymiz. Ya'ni hamma pulni biz o'zimiz boshqadan olib kelib shu videolarni sizlar ko'rib qolamiz. Va shuning uchun bizani agar sizlar like bilan qo'llab-quvvatlasanglar, bizda motivatsiya olib qolishi mumkin. Shuning uchun hozir like bosinglar. Chunki sizlar like bosgandan keyin 100% Darknet 6-qism chiqsin deysizlar va mana shu 6-qism chiqadi. Ya'ni nima taqdirda ham sizlar bu Darknet serialini davomini ko'rasizlar va shu davomini ko'rish uchun sizlarga ikkitagina shart. Birinchi sharti, hoziroq videoga like bosing. Ya'ni 105 ming like va Darknet 6-qism chiqadi. Va ikkinchi, eng muhim sharti obuna bo'lish. Do'stlar, ayni mana shu Darknet 5-qismdan menga atigi 33 mingtagina sof obunachi kerak. Mana har bitta videodan qancha obunachi kelgani bor va ayniqsa qaysi payt obuna bo'lganinglarni ham men statistikadan ko'raman. Demak, mana shu payt obuna bo'linglar va ben biling obunachilar meni qo'llab-quvvatlashini. Chunki hozir obuna bo'lgan 33 ming obunachi va 105 ming like. Nima bo'lgan taqdirda ham Darknet serialini davomini olamiz. O'ylash mo'jali sizlar shart bajardinglar va endi bolalar, eng gapinglar hozir saytga kiramiz. Chunki hozir saytga kirish bizga kerak emas, chunki chemodanchilik o'yinchoq kerak. Xo'p, chemodan ochiq? Mars ochgan. 100% Mars ochgan. Shoshma, chemodan ochiq qilasiz. Sen ana ochmagansiz? Yo'q, men teginganim yo'q. Chemodan faqat O'yinchog'i qani? Shu o'yinchoqni o'tgan safar Kikoni ketqizish uchun ichiga pichoq sanchgandik-ku, shundan keyin qolib ketgandi. hamma narsa olish kerak, to'pni olish kerak. Men qayerdan bilib o'tiribman, bu o'yinchoqni prosta kerak emas, bo'ldi, foydalanib bo'ldi deb o'ylabman-da. Uyga kecha borib olishga yoki. Aka, ancha kech video qilganimizga qancha ketdi? Shoshma. Aniq mashundaymi? Yo'q. Qaradingmi o'zi? Men esimda yo'q, prosta kitobga olgandim, ayiqchani olmagandim. No, okey, Maqsuddan juda ham zo'r bir perfect aytmas bir comeback bo'libdi. Taxlasang do'stim, endi u yog'i chalkashliklarga boy bo'ladi, sanada biz azob chekamiz. Let's go. Stop, qayda? Biz Goblin oldiga bordik. Goblin bizga aytdi. O'sha o'yinchoqning narsani olsanglar, sizlar Gambitni qutqarolsizlar dedi. To'g'rimi? Da. Ammo men tashagan o'sha narsa. Hammasi men bu klonda aybdor. Bizlarni qo'rqitdi, shundan keyin men cho'chib tashab kelgan. Toshot, bu bizdan emas, toshot. Hozir hop, nima qilsak bo'ladi bu? Saytga kirib chaqiraylik qarindoshlar, do'st dushmanlarni. Men o'tgan safargidek hazil qilib, Do'stlar, men qo'rqaman Gambitdan. Men buni ichida esa mana o'sha undan safar chiqqan qog'ozlar mana yo'q ko'plab qo'yildi. Birinchida qanaqa Kelgan bormi? Yo'q, men kelmadi. Bular hech qaysi kelgani qonishi. Faqat men ishonib keldi. Shoshma, hop, mayli, hop. Notebook olamiz. Saytga kirish bo'lsa, saytga kirish. Lekin bu saytdan biz hozir qanaqa klon chaqiramiz? Biz hozir qanaqa klon qoldi o'zi? Hozirlik balki menyuyimiz o'zgargandir. ikki safardan beri o'xshamayapti o'zi. Shuncha dababkalar bordir. Gambitga naqdini hazil qilmang. Boya qarindoshlarim do'stsiz, brat. To'g'risi. Endi qarasizlar, qo'rqosizlar, ozgina tilki tushyapsizlar, nasiblarni ko'tarish uchun shunga gapiraman degan. Hammalar do'stlar, men bilgan bunaqasi kerak, lekin biz yig'ildikmi? Mana shu saytga klon chaqirish majburmiz, chunki hozir prosta xayrlasha olmaymiz, ishonsin. Men video yo'qolgan, hozir prosta video ishlamay shuncha rasot qilib. Shuning uchun mayli, nima bo'lsin, yangi klon kelsin-da, qo'lingizdan qo'rqitib qolsin. Qo'rqqanimizda maydonga chiqmasdik. Let's go. Oxirida Sardor topishimiz kerak bizni. Eng asosiy maqsadimiz. Shoshma. Biz hozir Sardor topish esimizdan chiqib ketibdi. Nechtalar klon chaqirib tashladigan. Birinchidan klonni ochib tashlamiz. Ikkinchidan Gambit bo'tdi bizlarni qiynayapti. Do'stlar, biz hozir yana o'sha qo'rqinchli saytga kirishimizdan oldin sizlar bitta narsani bilishni xohlagan bo'lardim. Bilgan bo'lsanglar, men yaqinda juda ham katta pump strategy qildim va 3 million obunachini, biz mana 3 million obunachilarim bilan birgalikda nishonladik. Va bilasizlarmi nima? Biz bu ketishda 100% 10 million obunachiga erishamiz va mana shunaqa brilliant knopkani qo'lga kiritamiz. Shuning uchun hozir obuna bo'linglar. Va aytgancha, bilasizlarmi, brilliant knopka Amerikadan keladi. Va bilasizlarmi nima? Brilliant knopka kelmasin, men o'zim Amerikaga borib olsam-chi, YouTube studiyasiga, chunki O'zbekistondan 10 million obunachi olmoqman, demak, O'zbekistondan jiddiy YouTube vakiliman. Va albatta men agarda YouTube knopkani olish uchun Amerikaga borsam, aviabiletlarni aviasales.uz dan xarid qilaman. Chunki aviasales.uz da sayohat uchun biletlar juda ham arzon va qasrdan tezroq. Va aytgancha Amerikaga borib ko'chada qolib ketmaslik uchun
bemalol aviasales.uzdan hattoki mehmonxonalarni ham bron qilsam bo'ladi. Xullas do'stlar, sizlarga ham aviasales.uz tavsiya qilaman, foydalaninglar. Men esa hozir Darknet saytidan foydalanishga majburman. Va do'stlar, biz yana o'sha Darknet saytiga kirib oldik. Va qarang mana. Qarang. Ko'chada yomg'ir yog'yapti. Hech qis klon chaqirganim yo'q, yomg'ir yog'magan. Voy, jala quyapti-yu. Qarang, shoshib. Endi klon keladimi? Endi bo'lmasam navbat mana shu Darknet saytiga kirishga va buzish kirib bo'ldi. Va hop qaranglar. Yana shu odatiy interfays mana tralala degan klon, Igor degan klon, biz bu Google'ni chaqirganmiz. Endi bo'lmasam yana sal pastga o'tishamiz, balki yana yangi klon bor. Nima bu? Shoshmang. Yo'q, qarang, hozir men ustiga bosgan. Nima bu? Kattaligini qarang buni. Hop, shoshmang. Hop. Ismi Pumba. Semiz klonga Pumba degan ism yashadi. Hop, yoshi ma'lumot yo'q. Bo'yi 188 sm, natija 35. Ya'ni 35 ta klon qilganmi shunday? Odam o'ldirgandir balkim. Hop. 38 ta. Semizligini qaraymi? Menimcha ko'p odam yeganidan semirib ketgan. Sen ustiga bosmading, Darknet har doimgi o'yinlari bilan. Bizga juda yod bo'lib ketgan, hayron qolish kerak emas. Shuning uchun past ssenariy davom etish kerak. Nima deysiz? Agar Darknet o'zi bizga shu klonni chaqirishni yana majburlayotgan bo'lsa, biz qo'rqib taslim bo'lamiz. Chaqiramiz. Yo'q. Shunaqa damanki, lekin hozir Gambit yana klon qilib bizani qiynasashi. Qiynadimmi sen? Ketma, ko'nglingga ozor berdimmi sen? Klonga eshikni ochib berdingiz-ku, kim ochib berdi? Qiynaldingmi? Ya qo'rqdim. Qiynaldingmi? Qiynalmadik-mi? Ayt ko'rsatmalarni o'qib ko'ring-chi. Endi rosa chaqirdik bo'ldi. No, yana men hozir nomerimni teraman. Har doimgi men. Ya'ni bu sizlar o'ylab ko'rsangiz, men teraman. Bu hamma do'stlar endi tezroq telefon nomerini terib chiqaramiz. No, xullas o'zi endi qanday terdi? Va hozir chaqirish degan knopkani bossam ketish kerak. To'g'rimi? Na starti turibdi. Mana chaqiraman hozir. No, bo'lmasam do'stlar Darknet 5 qilsam va yangi klon. Ket.